Foydali maslahat. Osh ko'ki, ukrob yoki tok bargini ertalab uzib olsangiz, kraxmali ko'p, kun oxirida uzib olsangiz, kraxmal va suv kam bo'lib qoladi. Chunki tunda barg yig'ilgan kraxmalni kunduzi quyosh qizdirganda tanasiga yuboradi. Agar poliz ekinlarni issiqxona sharoitida ekib, issiqxonada 16 soat qorong'ulik va havo harorati 18 daraja bo'ladigan sharoit yaratib, sovuq shamol hosil qilinsa, 8 soat yorug'i berib, bu vaqtda 35-38 daraja saqlasak, 50% kraxmal miqdori bor sabzavot yetiladi. Natijada kaloriya ko'p hosil olinadi. Kunduzi issiq, kechasi esa sovuq shamol sharoitini yaratish kerak. Shunda mahsulot kamida 6 oyda pishadi. Kuzgi qovun mazali bo'lishi tunning uzoq bo'lishi bilan bog'liq. Shimol yog'dusi. Yer shari o'z o'q atrofida 24 km/soat tezlikda aylanadi. Shimol markazida konussimon bulutsiz hudud bor. Qutb hududiga ozon gazlari markazdan yuqoriga ko'tariladi. Tez yonuvchan gaz quyosh nurida yonadi. Yongan alanga bulutdan pastga yonib kiradi. Havo sernam va shaffof bo'lgani uchun yorug'lik havoda spektrga ajraladi. Shimol yog'dusi sifatida ko'rinadi. Yer silkinishi. Yer yadrosi sovuq, mantiya issiq lavadan iborat. Yer silkinishi yadro tashqi qobiqqa urilishdan sodir bo'ladi. Yer yadrosi mantiyadagi suyuq lavani siqib tashqi qobiqqa uriladi. Mantiyadagi issiqlik yer sirtiga chiqadi. Suv bug'lanadi, tuman tushadi. Qush va hayvonlar dalton, rangsiz ko'ruvchi bo'lganliklari uchun hodisani ko'radi. Sheriklarni ogohlantirib qushlar sayraydi, it huriydi. Yer silkinish sabablari. Biz yashayotgan atmosfera havo dengizi. Atmosfera qobig'i ichidagi barcha issiqlik energiyani yer yutadi. Vulqon orqali atmosferaga tarqatib turadi. Yadro bosim pastlagan tomonga urilib yer silkinadi. Quyoshdan yilning 4 faslida bir xilda yorug'lik yetib keladi. Quyosh nuri yerga akslanganda havoni yerni qizdiradi. Kislorod kam bo'lsa havo qiziydi. Suv va kislorod ko'p bo'lsa havo qizimaydi. Yer yuzidagi harorat kislorod foiziga bog'liq. Yer yadrosida vakuum, bo'shliq bor. Yer shari issiqlik energiyani yutadi. Issiqlik energiyasi mantiya o'rtasigacha boradi. Mantiya o'rta qismidan ichki tomonda tortish kuchi yo'q. Yadro qizib ketmaydi. Yer yadrosi markazida bo'shliq bor. Vakuumda aktiv metallar cho'ziluvchanlik hisobiga mantiya o'rtasida neytron harakatlanib, elektron zaryad aylanib turadi. Yuqori haroratni saqlaydi. Magnit maydon kuchlanganliklari uchun kompas ishlaydi. Yer o'z o'q atrofidagi issiqlik energiyani yutadi. Mantiyadagi harorat ortib ketsa, vulqon chiqadi. Meni bu fikrlarni dunyo ahli to'g'ri tushunishiga ishonaman.